Qadrdonlar, assalomu alaykum. Charchamasdan 3-4 kunlik tanaffusdan keyin qaytyapmiz mana. İşimiz tugadi, Xudoga shukr. Chiroyli holatda bitdi. Behijolat uy egasiga ham, yoqdi ish beruvchimizga ham. O'zimizga ham ko'nglimiz to'ldi. Chiroyli bo'lib chiqdi hozir. Shu qilingan ishlarni birin-ketin obzor qilib beramiz. Ko'rib bir baho berasizlar qilingan ishlarga. Hop, mana ayvonni patologiya, MDF, atroflari dekor plus qoqib tayyor qilib qo'ydik. Gullarni qadamadik. Sababi o'sha devorlarda ishlov tugagandan keyin uni ustiga keyin gullarni qadaymiz. Shunda chiroyli, go'zal bo'lib chiqadi. Bulanib ketmaydi, shilinmaydi, boshqa bo'lmaydi. Shuning uchun gullarni biz keyinga olib qo'yamiz. Endi o'sha devorga gipsokarton qatirilgan holat tayyor. Pollar chotki, xudo xolasa juda go'zal holatda. Mana patolog ham MDF, yoni ham, hovuz atroflari ham, gullari ham to'liq MDF dan qoplangan mana. Ko'rib turibsizlar, tayyor holatda eshik romlar o'rnatilgan, atkoslar juda go'zal holatda tekis qilib olingan. Ishlovga tayyor. Eshiklarimiz hammasini o'zimiz ustanovka qilib chiroyli holatga keldi. Mana endi aboy qilingan xonamizni ko'ramiz. Mana aboylarimiz tayyor. Bu xonada ham o'sha noldan boshlaganmiz. Pol, patolog va aboy ishlarini qildik. Gilamni solib o'tirsa bo'ldi, faqat elektr montaj ishlari qoldi. Plafon o'rnatiladi, kulchatirlar, rozetkalar o'rnatilsa, asosiy tok kulansa bo'ldi. Xonamiz ham Xudo xohlasa xizmatga tayyor. Joyimiz ayollar xizmat qilsin. Endi navbatdagi xonani ko'ramiz. Navbatdagi xonamiz ham juda bir ajoyib, chiroyli gul tanlangan ekan, chiroyli chiqdi. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana bu xonada ham o'sha pol qoqdik, aboylarga yopishtirib, MDF patologlar qadalib, juda chiroyli holatga keltirildi. Aboylarimiz ham ko'z tegmasin.